4.2 sotug'lik bitta hovlimiz korobka holatda sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Samarqand shahar Sakjana yangi yo'ldan katta ko'chadan greta 50-60 metr ichkarida bo'lyapti. Bu hovlimiz 4.2 ga qurilgan. Dabrotni o'zlari uchun zo'r qilib qurgan hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Hech nima ayalmagan. Artezanian bor, letniy tualet, oshxona, tagi podval, koridorlar va u yoqda xonalar, bu yerda yotoqxona, u tomonda mehmonxona. Hozir birma-bir ko'rsatib o'taman. Tepada to'rtta xona sanuzollari bilan uzun ayvon ko'rishingiz mumkin. Va fishcha pulni ayamay qilganlar ekan. Xo'p. Mana bu yerdan kirish qismimiz. Kirish qismi har tomonlama qulayliklarni qilingan. U tomondan ham kirish qismlarini qilingan ekan. Xo'p, bu yerda katta mehmonxonani orqasida hovli bo'lganligi uchun derazani katta qo'ymaganlar. Polностью pishig'isht. Mana bu yerda sanuzol, bu yerda alohida joy qilingan, ya'ni razdevalочный. Va bu yerda alohida hojatxona, alohida tualet bo'lyapti. Bu yer esa kattalar yotoqxonasi. Xohlasangiz bu yerni kuxnya qiling va ichida o'zining sanuzoli ham bor. Xohlasangiz sanuzol, xohlasangiz garderob qilishingiz mumkin. Kimda kim mana shu hovlini olsa, qolgan ishlarni qilsa, ikkinchi qavatimizga chiqish va bu yerda oshxonasi kattagina, gaz, svet, suv hammasi kirgan hovlimizga. Shu oshxonamizda tagi podval mana shu yerdan kiriladi. Oshxonamizga bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Proyektlari bor. Ikkinchi qavatga chiqishimiz kattagina, polностью pishig'ishdan bo'lgan, rossiyskiy bolalardan qilgan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, va mana bu yerda panoramni oyna uchun joy tashlab ketilgan. Общий sanuzol, bitta yotoqxona, bu yer ham glухой bo'lmasligi uchun fortishkalar tashlab ketilgan ekan. Derazalarni uncha katta qo'ymagan, sababi orqada hamsoyani uyi bo'lganligi uchun. Ana shu proyektda Samarqand shahar Sakjana yangi yo'lda kimga agar qiziq bo'lsa, bu hovlimiz proyektlari ham bor, proyekt asosida qilingan. Dabrotni o'zlari uchun qilganlar, ayamasdan xarajat qilganlar. Sakjana yangi yo'ldan 50-60 metr ichkarida, joyi zo'r, gaz, svet, suvdan muammo yo'q, plus artezanian bor, kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga ipoteka rassrochkasi yo'q. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Narxini 155 ming AQSh dollar so'rayapti. Srochni shoshilib qolinglar. Bunaqa korobka topa olmaysizlar. E'tiborchi rahmat, xayr, salomat bo'ling.